shogirdlariga uchun qattiq bo'lish, qattiq qo'l bo'lmadi. Qanaqadan ham kichkina joyda o'tkazib yubording, ertaga sen o'zingni hurmatingni yo'qotib qo'yishing mumkin. Shuning uchun har doim murabbiy bo'lgandan keyin murabbiy qattiq qo'l bo'lishi kerak, murabbiy tarbiya berish kerak. Har bitta joyida murabbiy, faqat zalda turib qildirgan murabbiy emas. Zalda mana shu Andijonda rivojlantirib, yaxshi sportchilarni tarbiya qilsalar, rivojlantirsalar ham juda xursand. Ertaga bu bola menga borguncha tarbiyasi hamma narsasi bo'lishi kerak. Agar men bundan xato topsam, u sani xatoying bo'ladi. Shuning uchun har doim tarbiya bergan birinchi tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Chiqib urishishi u ikkinchi darajali narsa. Ertaga seni mol bo'lib, tarbiyasi bo'lmaydi. Ming zo'r chempion bo'lsa-da, tarbiyasi mol bo'lib, tarbiyasi bo'lmasa, unda sen chempion tarbiyalamading. Bu ota-onasiga ham, ustoziga ham, sallaga ham, bizga ham yaxshi gap olib kelmaydi. Chunki birinchi o'rinda tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Ishlar qara, ertaga rivojlan, ertaga shunday yaxshi usulda bo'lsin. Ishlaringga rivoj. Chunki har doim qattiq qo'l, qara endi otasi qanaqa hurmat qiladi, otasi xuddi shunaqa hurmat qilish kerak. Ishlaringga omad. Harakat qil, bo'shashma. Bular bizga borguncha tarbiyalanib, yaxshi bo'lib borsin. Xato salladan men topmaysiz. Bulardan xato topsam, bu minus sani. Baholat qilamiz. Andijon bizamiz. O'rganib, Alloh ishlariga baraka bersin. Yaxshi chempion bo'l, yaxshi natija qil. Ukalaringni, ustozlaringni, ota-onangni, yelkadosh bo'lib turgan odamlar hammasini yuzini yorug' qilib, Alloh martabangni ulug' qilsin. Andijondan juda kuchli sportchilar chiqib olsin.